Mana bugün Yashnobod mahallasida O'zmilliy bank xodimlari, mahalla forumlari va mahalladagi o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha davra suhbati o'tkazilyapti. Yig'ilish bo'yicha yig'ilishimizning asosiy maqsadi demak o'sha davlatimiz rahbarini yoshlarni ish bilan ta'minlash va mahallalarda fuqarolarning kreditga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun Yashnobod mahallasiga O'zmilliy bank biriktirilgan. Shu bo'yicha bizning mas'ul xodimimiz Behruz ijod etdilar. Bu o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash va kreditga yo'naltirish bo'yicha o'zlarini tushuntirishlari va o'sha bankni nimalarini yetkazib shu masala bo'yicha shug'ullanadi. Bundan tashqari yana kredit bo'yicha O'zmilliy bankda mavjud bo'lgan kredit liniyalari bo'yicha gapirib o'tamiz. Buni asosiy maqsadi o'sha aytib o'tdik, yoshlarni ish bilan ta'minlash, kredit bilan fuqarolar bandligini ta'minlashga asosiy yo'naltirilgan. Bizlarda hozir O'zmilliy bankda ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlashga yo'naltirish maqsadida o'sha biznesga birinchi qadam ishsiz fuqarolar yo'naltiriladi. Asosan mahalladagi o'sha kredit to'lab olish qobiliyati bo'lgan, tadbirkorlik qilish imkoniyati bo'lgan, o'sha O'zmilliy bankda ishlab chiqqan biznesga birinchi qadam yo'nalishi bo'yicha zarur talablarni bajargan holatda shu kreditdan olishi va o'zini o'zi band qilib ish bilan ta'minlangan fuqarolar yo'liga o'tadi. Bundan tashqari O'zmilliy bank tomonidan milliy sarmoya yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun aylanma mablag' to'ldirish maqsadida 20 million so'mgacha shartlari 18 oydan 36 oy muddatgacha bo'lgan, demak 3 oygacha yoki 6 oygacha imtiyozli davr bilan bu kategoriyasida ajratiladi. 50% stavkasi 25%. Garov ta'minot olinadi, ya'ni o'sha qonunchilikka muvofiq 125% miqdorda dan kam bo'lmagan qiymatda garov ta'minot bo'ladi-yu, belgilangan o'sha qonunchilikda belgilangan yo'nalishdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, demak, yengil start degan kredit mahsulotimiz mavjud. Asosiy vositalar sotib olish va aylanma mablag'larni to'ldirish uchun bu 300 million so'mgacha beriladi. Bu ishlab chiqarish tashkilot ro'yxatdan o'tgani bo'yicha talab, demak 1 yildan ortiq oshiq bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishda tajribaga ega bo'lgan tadbirkorlarga ajratiladi. Bu ham 36 oy muddatda, demak 6 oygacha imtiyozli davr, 18 oygacha ham bo'lishi mumkin. Buni ham nimasi o'sha talablari yuqorida aytib o'tgan talablar asosida amalga oshiriladi. Rahmat.